ishtirok etmoqda. Uzrli sabablarga ko'ra 5 nafar, uzrsiz sabablar bilan 1 nafar deputatlar ishtirok etishmayapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida tuman hokimi, deputat Elmurod To'xtaboyev Po'latov, tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman adliya bo'limi boshlig'i, shuningdek tegishli korxona tashkilot bo'lim rahbarlari, viloyat deputatlari, Toshkent viloyati deputati hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqdalar. 7-chaqirim xalq deputatlari Toshkent tuman kengashining 23-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. To'g'ri makinasi deyishganmiz. Biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 13-istiqbol okrugi deputati Mahmudova Baxtiniso Zuhridinovani sessiya kotibi etib saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Mahmudova Baxtiniso Zuhridinovna sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z ishingizni boshlashingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqirim xalq deputatlari Toshkent tuman kengashining 23-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 5 ta masala kiritilmoqda. Toshkent tumanida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan
tuman prokurorining axboroti to'g'risida Parkent tumani hududida 2026 yilning birinchi choragi davomida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti to'g'risida Parkent tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'laridan foydalanish to'g'risida Parkent tumani adliya bo'limi tomonidan 2026 yilning birinchi choragi davomida qonun ijodkorligi va huquqni qo'llash jarayonida mavjud qonunbuzarliklar yuzasidan axborot to'g'risida Parkent tumanida 2026 yil vegetatsiya davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini tasdiqlash hamda suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktorining suv xo'jaligida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Kun tartibidagi masala tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Bu holda ovozga qo'yman. Qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, Parkent tumanida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman prokurorining axboroti to'g'risidagi masalani ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi hamda prokuratura to'g'risidagi qonunlarga muvofiq prokuratura organlari mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari bilan o'zaro hamkorlikda qonuniylik holatini ta'minlash, qonun hujjatlarining ijrosi, huquqbuzarliklarni oldini olish hamda aniqlangan kamchiliklar yuzasidan axborot kiritib borishi belgilangan. Shu munosabat bilan bugungi sessiya kun tartibiga kiritilayotgan masalada tumanimiz darajasidagi qonuniylik holati va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan prokurorning axboroti eshitiladi. Ushbu masala xalq deputatlari Parkent tumani kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yil 16 apreldagi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Masala yuzasidan axborot berish uchun so'z tuman prokurorining o'rinbosari Kamol Farruh Zayniddin marhamat. Tuman prokurorining axboroti. Marhamat. eng muhim tamoyil sifatida inson qadri uchun g'oyasi ilgari surilmoqda. Jamiyatning tadbir sohasida ochiqlik va qonun ustuvorligini ta'minlash, davlat organlarini xalqqa xizmat qilish tizimiga aylantirish masalalari alohida ta'kidlanmoqda. Mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jamoat xavfsizligini mustahkamlash borasida mutlaqo yangicha yondashuvlar va zamonaviy samarali mexanizmlar hayotga chiqarilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyatini takomillashtirishga, balki eng quyi bo'g'in mahalla darajasida xavfsiz va barqaror muhitni shakllantirishga qaratilishi bilan ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash borasida tumanda ko'plab ijobiy ishlar amalga
oshirildi. Biroq go'zalliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishda kamchiliklarga ham yo'l qo'yib kelmoqda. Shu bois bugun amalga oshirilgan ishlarni e'tirof etish bilan birga belgilangan vazifalar ijrosini amaldagi holatni tanqidiy tahlil qilib, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq tashkiliy va amaliy chora-tadbirlarni belgilab olishimiz zarur. Hisobotlarga ko'ra 2026-yil 3 oy mobaynida tumanda jami 136 ta jinoyatlar qayd etilib, 2025-yil mos davriga nisbatan 20 taga yoki 19.3% oshdi. Mazkur qayd etilgan jinoyatlarning 20 tasi aniqlangan jinoyatlarni, 33 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etdi. Firibgarlik jinoyati bittaga yoki 25%ga, o'g'irlik jinoyati 5 taga yoki 83%ga, bezorilik jinoyati 3 taga yoki 300%ga oshdi. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 3 taga yoki 100%ga oshdi. Jami yo'l transport hodisalari 10 ta sodir etilgan bo'lib, 5 taga yoki 33%ga kamaydi. Qasddan odam o'ldirish, badanga og'ir tan jarohati, o'rtacha og'irlikdagi va yengil tan jarohati yetkazish, bosqinchilik, talonchilik, oilaviy zo'ravonlik va transport vositasini olib qochish va nomusga tegish kabi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilmadi. Ishsizlar tomonidan 2026-yilning 3 oyida 2 ta, mast holatdagilar 2 ta, yoshlar tomonidan 3 ta jinoyatlar sodir etilgan bo'lsa, muqaddam sudlanganlar, ayollar, guruhlar va voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyatlar sodir etilmadi. Retsidiv jinoyatlar ma'muriy nazorat ostidagi shaxslar tomonidan hamda probatsiya ostidagi mahkumlar tomonidan ham qayta jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. 2026-yilning 3 oy davomida tumanda 53 ta mahallalardan bittasi qizil, 6 tasi sariq, 46 tasi yashil toifaga kiritildi. Qizil toifadagi mahalla, Oqtepa, sariq toifadagi mahallalar, Oydin, Tojiboy, Bizrayev, Chinorli, Bog'bon, Istiqbol, Muhojir mahallalarida jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yildi. Go'zallik sodir etishga moyil yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 842 nafar shaxslar aniqlanib, ijtimoiy profilaktika elektron axborot tizimiga kiritildi. Parkent tuman IIB profilaktika inspektorlari tomonidan jami 3373 ma'muriy go'zallik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirildi. Endi tumanimizda jinoyatchilikka qarshi kurashish va go'zalliklar profilaktikasi yo'nalishida oqsayotgan masalalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida 2026-yil mamlakatimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu esa mahalla institutini yanada mustahkamlash, uning jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini kuchaytirish borasidagi oldimizga yangi va mas'uliyatli vazifalarni qo'ydi. Shu bilan birga o'tgan yil qabul qilingan qarorlarning mantiqiy davomi sifatida Prezidentimiz joriy yilning dastlabki 1 va 2 sonli qarorlari hamda aynan mamlakat mahallalarda xavfsiz muhitni shakllantirish va profilaktika ishlarini tizimli yo'lga qo'yish va barcha idoralar faoliyatini gapiriq mexanizm asosida muvofiqlashtirishga qaratildi. Mazkur qarorlarda barcha vazirlik va idoralar, mahalliy hokimliklar hamda mas'ul rahbarlarning aniq vazifalari belgilab berildi. Bu vazifalarning samarali ijrosi esa joylardagi amaliy ishlarga mas'ul rahbarlarning tashabbuskorligi va talabchanligiga bevosita bog'liq. Ko'p qavatli uylarning kirish eshiklari zamonaviy domofon komplekslarini o'rnatish ishlari ham talabga javob bermaydi. E'tibor bering, respublika ishchi guruh tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda Parkent tumanida amalda o'rnatilmagan domofonlar 100% ni tashkil etganda 100% o'rnatilgan deb hisobotlarda qo'shib yozilganligi, namunaviy xavfsiz ko'cha bo'yicha tumanda 10 ta xavfsiz uylar qo'shib yozilganligi aniqlangan. Tumanda 209 ta notinch nizoli oilalar ro'yxati
qilingan bo'lib, ularning 17tasini muammosiz hal etish yoki murosaga keltirish choralari ko'rilmadi. Shu bois oilalarda kelishmovchiliklarning barvaqt bartaraf qilish, nizolarni sudgacha hal etish bo'yicha mahalla raislarining mas'uliyatini yanada oshirish, aholiga huquqiy maslahatlar berish, qonun talablarini doimiy tushuntirib borish ishlarini jadallashtirish lozim. Muzaffarliklar profilaktikasi amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimi ham to'liq bevosita javobgar ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Chunki tuman tibbiyot birlashmasida 144 nafarni ichkilikka ruju qo'ygan, 37 nafar giyohvandlikka, 1 nafar toksikomaniyaga chalingan hamda 16 nafar tajovuzkor ruhiy bemorlar hisobga olingan. Ular nazoratga olinmasa, o'z vaqtida davolash choralarini ko'rilmasa, bu bemorlar nafaqat o'zlari, balki atrofdagilar uchun ham potensial xavf manbaiga aylanadi. Bundan tashqari tumanda 135 nafar shaxslar orttirilgan immunitet tanqisligi infeksiyasiga chalingan, ularning yarmidan ko'pini ayollar tashkil etadi. Shu o'rinda xotin-qizlar himoyasini ta'minlash, ularni qo'llab-quvvatlash borasida ham alohida yondashuv talab etiladi. Umuman xotin-qizlar bilan ishlashda nuqsonlar oqibatida o'tgan yilda ular tomonidan 15 ta jinoyat sodir etildi. Hatto xotin-qizlar tomonidan o'g'irlik, firibgarlik, bezorilik, giyohvandlik kabi ayol mutlaqo yarashmaydigan jinoyatlarga qo'l urildi. Ayollarning jinoyat yo'liga kirib qolishiga, eng avvalo ularning ijtimoiy og'ir vaziyatga tushib qolganligi, ishsizligi, maishiy muammolar hal etilmaganligi ham salbiy sabab bo'lmoqda. Muammolar girdobida qolgan 6 nafar ayollar o'z joniga qasd va unga suiqasd qilishdi. O'tgan yilda 113 nafar xotin-qizlarga nisbatan turli ko'rinishdagi jinoyatlar sodir etilganligi fikrimizning yaqqol isbotidir. Mazkur holatda hammamizni birdek tashvishlantirishi lozim. Voyaga yetmaganlarning ta'lim tarbiyasi borasida alohida to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Zero o'tgan yil tumanda 11 nafar voyaga yetmaganlar jinoyat sodir etganligi, ularning aksariyat o'quvchilar ekanligi o'ta tashvishli oldi. Zero o'quvchilarning hattoki bitta jinoyatni ham favqulodda hodisa sifatida hushyorlikka chaqirishi deb birdek o'ylantirishi va beparvolik kayfiyatidan chiqarish undashi lozim. Yana bir masala, mamlakatda maktablarda davomat masalalari hamda o'quvchilarning turli buyumlarini olib yurishi holatlari ham ta'lim tizimini mas'ullarini tashvishga solmayapti. Xususan, tuman prokuraturasi tashabbusi bilan tashkil etilgan tekshirishlarda maktab o'quvchilari pichoq va boshqa sovuq qurollar olib yurganligi, maktabda tanlama usulida o'tkazilgan davomat tadbirlarida ko'plab yuqori sinf o'quvchilari darslarga qatnashmayotganliklari ma'lum bo'ldi. Tuman prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tekshirishda o'tgan yildan 40 nafardan ortiq voyaga yetmaganlar dars paytida va tungi vaqtlarda qarorsiz, nazoratsiz hamda daydi yurgani uchun ichki ishlar organlariga olib kelingan. Bu holat o'z navbatida buzarlikka va jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan bolalar va oila na maktab, na mahalla nazoratda ekanini anglatadi. Ota-onalar va mahalla ta'lim muassasalari hamkorlikda nazoratni kuchaytirishi lozimligini taqozo etamiz. Yoshlar tomonidan jinoyat sodir etilishini oldini olish, ularning zamonaviy kasblarga o'qitish, bandligini ta'minlash borasida ham bir muncha tizimli muammolarimiz mavjud. Yoshlar balansiga ko'ra tumandagi 11.558 nafar yoshlar sariq, 63 nafar esa qizil toifalarga ajratilgan. Umuman olganda bugungi kunda tumanda 151 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanmagan, 102 nafar chetga chiqib ketgan yoshlarni qaytarish choralari ko'rilmagan, 8 nafar
agressiv xulq-atvorga ega bo'lgan hamda giyohvandlikka hujum qo'ygan 19 nafar yoshlar bilan ishlash o'z holiga tashlab qo'yilgan. Joriy yilning 24-fevral kuni davlatimiz rahbari yoshlar bilan ochiq muloqotda yoshlarga mas'ul barcha darajadagi rahbarlarni bu boradagi yangi ish tizimiga o'tishi kerakligi to'g'risida qattiq ogohlantirildi. Kelgusida mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini o'z holiga tashlab qo'ygan va bu boradagi sustkashlikka yo'l qo'yib kelayotgan mas'ullarga nisbatan ta'sirchan choralar ko'riladi. Shu bois qarorlar ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan mahallalar kesimidagi joriy yilning 1-choragiga mo'ljallangan yo'l xaritasida aks ettirilgan vazifalarni 2-chorakda to'liq bartaraf etib, bugungi yig'ilishdan barchamiz xulosa chiqarib, faoliyatimizni shunga mos ravishda tashkil qilishimiz, vazifalar ijrosini to'laqonli ta'minlashimiz lozim. Bu haqda yuqorida qayd etilgan ma'lumotlar axborot toifasida kiritiladi. Axborot tugadi. Savollar bo'lsa, marhamat, deputatlar tezlik ko'rsatadi. Munosabat bildirish uchun so'z. Munosabat bildirish savol bor. Rahmat. O'zi qarshi. Men 16-qurultoy saylov okrugidan Hashamatov Xushida savol quyidagicha: tumanimizda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha yaqin muddatlarda qanday ishlar rejalashtirilgan va deputatlar korpusi tomonidan qaysi yo'nalishlarda yordam berish zarur deb hisoblaysizlar? Hisob bersalar deputatlar korpusi aholi va davlat organlari o'rtasida ko'plik vazifalarini bajaradi. Mahallalarda ochiqlik, sog'lomlikni ta'minlashga ko'maklashadi va tumanda xavfsizlikni yaratish maqsadida video kuzatuv va raqamli tizimlar uchun byudjet mablag'larini ko'paytirish, mahallalarda yoshlar infratuzilmasini rivojlantirish, aqlli shahar elementlarini joriy qilish, tezkor axborot almashinuvini avtomatlashtirish, ishsiz yoshlarni bandlikka jalb qilish, sport, madaniy tadbirlarni kuchaytirish, huquqiy bilimlarni oshirish, dasturlarni joriy etish, jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tizimni kuchaytirish, raqamli nazoratni kengaytirish va yoshlar bilan ishlashni faollashtirish lozim bo'ladi. Rahmat. Yana savollar bo'lsa, marhamat. Yo'q. Rahmat. Munosabat bildirish uchun so'z xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Ma'rumov Abdullarovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Toshkent tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining majlisida Toshkent tumani prokurorining Toshkent tumanida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborotni dastlabki tarzda tinglandi va atroflicha ko'rib chiqildi. Tinglangan axborotdan kelib chiqib sohaga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bildirilgan fikr, mulohaza va takliflarni inobatga olgan holda kengash qarori loyihasi ishlab chiqilib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Doimiy komissiya mazkur masalani dastlabki tarzda ko'rib chiqib, xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasi kun tartibiga kiritish maqsadiga muvofiq deb hisobladi. Sizlardan ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi.
kun tartibidagi ikkinchi Parkent tumani hududida 2024-yilning 1-choraги davomida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisobot to'g'risidagi masalalarni ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi faqat 1-sonli qarori hamda xalq deputatlari Parkent tuman kengashining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasining 8-bandi ijrosini ta'minlash maqsadida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti tuman kengashining sessiyasida eshitib borishi lozim. Shu munosabat bilan bugungi sessiya kun tartibiga kiritilayotgan masalada tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti eshitiladi. Ushbu masala xalq deputatlari Parkent tumani kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 16-apreldagi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Masala yuzasidan axborot berish uchun so'z tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Qosimov Jamshidbek Komilovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Avvalo shu Parkent tumani ichki ishlar bo'limi mehnat bo'yicha hisob berishga ruxsat berganingiz uchun rahmat. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, muhtaram Prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar birgina maqsadlari, ya'ni xalqni rozi qilish va ularga yaqindan xizmat qilishga yo'naltirib, ikki asosiy masala, tinchlik, xavfsizlik hamda fuqarolarning salomatligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jinoyatchilikni mahallada ijrolash, aholining kunlik ijtimoiy maishiy muammolarini fuqaroga hal qilish borasida yangicha ishlash tizimi yaratib berildi. Aynan mana shu tizim bevosita ichki ishlar organlari tomonidan ham bugundan amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublikadagi kriminal vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi 2025-18-martdagi tegishli sonli qarori, uning ijrosi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligining respublikada mahallalarda sodir etilgan jinoyatlarni oldini olish bo'yicha obyektiv va subyektiv sabablarni aniqlash, kechiktirib bo'lmaydigan manzilli nazorat tadbirlarini tashkil etish to'g'risidagi 2025-17-apreldagi qo'shma qarori qabul qilingan. Shulardan kelib chiqqan holda 2026-yil 3-chorak davomida, 3 oy davomida tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan bir qator tezkor hamda tayinli tadbirlar amalga oshirildi. Ularga antiterror tozalash, xavfsiz va sog'lom yo'l, tun, qidiruv va boshqa shu kabi maxsus ijtimoiy profilaktik tadbirlarni kiritish mumkin. Mazkur tadbirlar natijasida huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldini olish, giyohvandlik vositalarini aniqlash, iste'mol qilish hamda qidiruvdagi bo'lgan shaxslarni aniqlab topish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida 2026-yilning 1-chorak davomida tuman hududida jami 136 ta jinoyatlar qayd etilib, 2025-yil boshlariga nisbatan 22 taga oshgan. Bu esa o'z o'rnida izoh berishga ruxsat berasizlar. Mazkur jinoyatlardan 83 tasi bu axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlar tashkil etadi. Mazkur qayd etilgan jinoyatlarning 20 tasi aniqlangan hamda 33 tasi oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar tashkil etadi. Shuningdek, axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlardan demak 83 tani tashkil etadi. Tumanning 184.202 nafar fuqarolarga nisbatan umumiy jinoyatchiligimiz davlat hisobotida 73.183 tani to'g'ri kelib, Toshkent viloyat ko'rsatkichi 105.190 tashkil etadi. Har 100 ming aholiga nisbatan jami jinoyat salmog'i ikkinchi o'rinda, ya'ni ijobiy ikkinchi o'rindaligini ko'rishimiz mumkin. Tuman Toshkent viloyatiga 20 shahar tuman bo'ladigan bo'lsa, Parkent tumani jinoyatchiligi ijobiy ikkinchi o'rinda yaxshi ko'rsatkichlar bilan qayd etilgan. Buni alohida to'xtalishimiz kerak. O'sha sizlar bilan hamkorlikda ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida birinchi chorakimizda
oila turmush munosabatlari doirasidagi jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Ya'ni Parkent tumanida bironta oilada jinoyat sodir etilmadi deganimiz. Shu bilan birga 2026 yilning birinchi choragiga mahalla hududida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 12 tani tashkil etdi. O'tgan yilga nisbatan 2 taga ko'paygan. Buni ham izohini beradigan bo'lsak, bu aynan mahalla hududida sodir qilinadigan, aniqlanadigan, to'g'ri oldi olinadigan jinoyatlardan firibgarlik, o'g'irlik hamda besoqlik jinoyatlariga to'g'ri keladi. Bu yerda asosan o'g'irlik jinoyatlari oshib ketgan. Yuqorida tumanimiz prokurorning ma'ruzasi qayd etiladi, 83.3%, ya'ni 5 taga ko'payganlik holatini. Bu asosan o'sha dala hovlilarimiz orasida 14 mingdan ortiq dala hovlilar bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha dala hovlilarda xalos qoldirilgan mol-mulkka nisbatan sodir qilingan o'g'irliklar natijasida ortib ketishiga yo'l qo'yildi. Shu bilan birga yo'l transport hodisalari tumanimiz hududida ortib ketgan, ayniqsa yashirincha odam o'limi bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalarimiz ham 3 taga yoki 100% ga ortib ketishiga yo'l qo'yilgan. Shu bilan birga tuman hududida sodir etilgan har 10 ta yo'l transport hodisalarining 50%, ya'ni 5 tasi bu piyodalar bilan bog'liq holatda, 20% ikkitasi to'qnashuv, 10% boshqaruvni yo'qotib to'siqqa urilish, 10% ya'ni bittasi velosipedchini urib yuborish, bittasi ag'darilish holatlariga to'g'ri keladi. Tumanimiz hududida boya aytib o'tganimdek, qasddan odam o'ldirish, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, bosqinchilik, talonchilik, oilaviy zo'ravonlik, transport vositasini olib qochish, nomusga tegish kabi jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Bu ijobiy ko'rsatkichga hisoblaymiz. Shu bilan birga aniqlangan jinoyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, xabarlar bor. O'tgan hurmatli prezidentimiz millat dini fondini yaxshilash bo'yicha buni aynan giyohvandlik balosidan himoya qilish bo'yicha alohida farmonlar qabul qilingan. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tumanimiz hududida tozalash tadbirlari, xavfsiz sog'lom tadbirlar o'tkazildi. Buni natijasida giyohvandlik jinoyatlarimiz 125% ga ko'p aniqlandi. Bu degani 5 tadan 9 tadan to'g'riroq 4 tadan 9 ta, ya'ni 5 taga ko'p aniqlandi. Shu bilan birga mazkur jinoyatlar sodir etib aniqlangan holatlar Bozor Hoji, Qo'rg'on, Tolbuloq, Yangiobod, Quruqsoy mahallalarida bittadan, Oqtepa mahallasida o'zida 3 ta holat aniqlangan. Keyingisi qo'shmachilik jinoyatlari. Demak, 4 ta o'tgan yilga nisbatan bittaga ko'p aniqlangan holatlar. Bu ham bevosita mahallada aniqlanadigan jinoyatlarimizdan hisoblanadi. O'tgan yil 3 ta bo'lgan, bu yil 4 ta aniqlangan. Noqonuniy qurol saqlash holatlari joriy yilning 3 oyida 2 ta aniqlanyapti. Bu Qirg'izovul hamda Kumushqa mahallalarida bittadan aniqlangan. Ma'muriy nazorat qoidasini buzish holatlari 2026 yilning 3 oyida 2 ta aniqlangan. Yil boshidan qidiruvda bo'lgan shaxslar bilan bog'liq bo'lgan holatga to'xtaladigan bo'lsak, jami sodir etilgan 136 jinoyatlarning 20,05% to'g'ri fosh etilmagan jinoyatlarga kiradi. Yil boshida 8 nafar qidiruvdagi jinoyatchilar ushlangan. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlarning 83 tani tashkil etib, ularning 33,7% fosh etilmagan. Qolganlari fosh etilgan jinoyatlar hukmiga kiradi. Demak, 2026 yilning 3 oy mobaynida terrorizm va ekstremizm bog'liq bo'lgan bitta jinoyatlar aniqlangan. Shu bilan birga bu yo'nalishda aniqlangan ma'muriy holatlarimiz o'tgan yilning shu davraga nisbatan bittaga yoki 9,09% ga kamaygan. Javobgarlikka tortilgan shaxslarning soni ham bittaga yaxshilangan. Biroq 11 ta holatning 8 tasi yoki 70,7% terrorizm yo'nalishidagi ma'muriy holatlar, qolgan 3 tasi esa Yo'nalishlarning 200-240, hamda 185-4 modda 1-qismi bilan tuzilgan. Bu yerda yana alohida e'tibor beriladiganimiz ijtimoiy himoya tadbirlarini kuchaytirish lozim bo'ladigan holat. Shaxslar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, ishsizlar tomonidan joriy yilning 1-choragida 2 taga yoki 100% ga jinoyatlar sodir etish holatlari ko'paygan. Shu bilan birga mast holatdagi shaxslar tomonidan sodir qilingan jinoyatlarimiz 2 taga yoki 100% ga ortib ketgan. Izohlarga o'taman, mazkur holatlar mast holatda transport vositalarini boshqarish natijasida sodir etilgan jinoyatlarga to'g'ri keladi. Har ikki holatda ham haydovchilarimiz mast holatda bo'lgan. Yoshlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar joriy yilning 3 oyida 3 tani, 2026 yilda esa
6 tani tashkil etib 50%ga kamaydi. Boshqa tomonidan sodir qilingan jinoyatlarimiz. Shu bilan birga huquqdan sudlangan ayollar yoki guruhlar va voyaga yetmaganlar tomonidan birinchi chorakda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Mahallalar kesimida hurmatli prokurorimiz aytib o'tib ketdi, bitta mahallamiz Qizilda, ya'ni Oqtepa mahallamiz 3 ta jinoyat sodir etilganligini hisobga Qizil toifaga kiritilgan, 6 ta mahallamiz, demak Oydin, Hojiboy Rizayev, Chinorli, Bog'bon, Istiqbol mahallalari, Ozodxo'ja mahallalari jinoyatlar bo'yicha sariq toifadagi mahallalar toifasiga mansub bo'ladi. Shu bilan birga musofirlar bilan yo'nalishlar bo'yicha, huquqbuzarlik profilaktikasi yo'nalishi bo'yicha qilingan ishlarga to'xtalib o'taman. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizlik xizmati, huquqbuzarlik profilaktikasi bo'limi xodimlari tomonidan demak shtat bo'yicha 53 ta, jamlangan shtatimiz 52 dan, hamda vakantimiz bittadan tashkil qiladi. Profilaktik hisobga olish bo'yicha 2026-yilning 3 oy mobaynida tuman bo'yicha profilaktik inspektorlar tomonidan jami 5929 nafar shaxslar olingan. Tuzilgan bayonnomalar kesimida tahlil qilinganda 47-modda bilan 575 ta, 183-modda bilan 430 ta, 185-modda bilan 71 ta, 187-modda bilan 540 ta, 187-modda ikkinchi qismi bilan 81 ta, 194-modda bilan 131 ta, 206-modda bilan 8 ta, 206-1 moddasi bilan 27 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ma'muriy qamoqimiz umumiy hisobda 85 nafar fuqarolarga nisbatan ta'til qilingan. Ma'muriy nazorat ostiga tashkil etilgan shaxslarimiz 100 tani, shulardan nazoratga olingan shaxslarimiz 17 tani tashkil etadi. Profilaktik hisobdagi shaxslar, profilaktik hisobda turuvchi shaxslar soni 5929 nafar, hisobga olingan shaxslar soni ham 5926 nafar tashkil etib, nazoratga olinmasdan qolgan shaxslar soni 3 nafarni tashkil etadi. Spirtli ichimlikka ruxsat qo'ygan shaxslarimiz 131 nafar, bu rasman sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan ro'yxatlar asosida aniqlangan holat bo'lsa, shundan 9 nafari majburiy davolanishga yotqizilgan. Ruhiy kasallarimiz tuman hududida 32 nafarni, shundan majburiy davolashga joylashtirilganlar soni 14 nafarni tashkil etadi. Giyohvandlar soni 12 nafarni, majburiy davolashga yotqizilganlar soni 1 nafarni tashkil etadi. Ijtimoiy profilaktika doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot. Huquqbuzarlik sodir etishga moyil va undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan jami 842 nafar shaxslar aniqlanib, ijtimoiy profilaktika elektron axborot tizimiga kiritildi. 641 nafari huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori hamda 201 nafari huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni tashkil etadi. Profilaktika inspektorlariga 106 ta, hokim yordamchilariga 192 ta, xotin-qizlar faollariga 272 ta, yoshlar yetakchilariga 176 ta, ijtimoiy xodimga 90 ta, soliq inspektoriga 4 ta xulosalar berilgan. Profilaktika obyektlari bo'yicha xulosalar yuborilgan 3 oyda 842 nafar ijtimoiy profilaktika obyektlarida 478 nafari, ya'ni 56.8% bo'yicha qo'shma xulosalar qilingan. Holatdagi 364 nafar shaxslar bo'yicha haligacha qo'shma xulosalar qilingani yo'q. Ya'ni ularning ijtimoiy profilaktika yo'nalishida aniqlangan masalalari hal etilgani yo'q. Qo'shma qaror talablari asosida yetarlicha ish tashkil etilmasdan zimmasiga yuklatilgan vazifalarga mas'uliyat yondashayotgan mas'ullarga nisbatan 8 ta taqdimnomalar kiritilgan. Shu jumladan mahalla raislariga nisbatan 1 ta, hokim yordamchilariga nisbatan 2 ta, xotin-qizlar faollariga nisbatan 1 ta, ijtimoiy xodimga nisbatan 1 ta hamda yoshlar yetakchisiga nisbatan 3 tadan tashkil etiladi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish yo'nalishi bo'yicha 2026-yil 3 oy mobaynida tuman migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi tomonidan sohaga oid masalalar yuzasidan jami 26210 nafar, o'tgan yilning shu davrida 42300 nafar shaxslarga nisbatan xizmatlar ko'rsatilgan bo'lib, ulardan 2542 nafari tuman hududida doimiy yashash manzili bo'yicha ro'yxatga o'tkazilgan. 921 nafari vaqtinchalik yashash, ishlash va boshqa masalalarda va 4 nafari doimiy yashash uchun xorijga ketish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi yuzasidan murojaat etganlarni tashkil etib, ularning murojaatlari bo'yicha to'liq xizmatlar ko'rsatilgan. Shuningdek, 1004 nafar shaxslar xorijga chiqish biometrik pasportlari, 66 nafar voyaga yetmagan shaxslarga xorijga chiqish hujjatlari, 1351 nafar shaxslarga ID kartalar rasmiylashtirib berilgan. Shu bilan birga tuman hududida yashash qoidasini buzgan 9 nafar chet el fuqarolari yoki fuqarolik bo'lmagan shaxslarga
vaqtincha ro'yxatga o'tkazmasga yashirilganlar ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 225-moddasi 1 hamda 3 qismlarida ma'muriy bayonnoma tuzilib, jarima jazolari qo'llanilgan. O'zbekiston Respublikasida bo'lish tartibidan uzib, tuman hududida yashab kelayotgan chet el fuqarolari, Demda sabab fuqarolik bo'lmagan shaxslarga ular maydonni belgilash uchun sharoit yaratib berilgan 7 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan MSDPning 225-moddasi 5-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan va har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima jazosi qo'llanilgan. Chet el fuqarolari MDH hamda fuqarolik bo'lmagan shaxslarni qabul qilish tartibiga rioya etmagan bir nafar shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan 225-moddasi 4-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shuningdek, bir nafar shaxs, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida jinoyat sodir etgan bir nafar shaxs respublika hududida majburiy ravishda chiqarib yuborilgan. Tuman hududida pasport viza qoidalariga amal qilmasdan yashab kelayotgan 172 nafar o'tgan yili 1-oyda 17 nafar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi MSDPning 223-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy tartib choralari ko'rilgan. Probatsiya yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda tuman probatsiya hisobida turgan mahkumlarning umumiy soni 479 nafar tashkil etadi. Shulardan axloq buzilish ishlari jazosini o'tayotganlar 206 nafar bo'lib, shundan 8 nafar ayollar, diniy ekstremistik yo'nalish bo'yicha 1 nafar mahkumlar tashkil etadi. Muayyan huquqdan mahrum qilingan shaxslar 55 nafar bo'lib, shulardan 2 ayollar tashkil etadi. Shartli hukm qilinib jazo o'tayotganlar 5 nafar bo'lib, 4 nafar ayollar tashkil etadi. Ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilinib, jazo o'tayotgan 37 nafar bo'lsa, shundan 13 nafar ayollar, 2 nafari diniy ekstremistik oqim yo'nalishi bo'yicha jazo o'tayotganlar tashkil etadi. Majburiy jamoat ishlariga jalb qilish jazosini o'tayotganlar tumanimiz probatsiya hisobida mavjud emas. 2026-yilning 3 oy davomida Parkent tumani probatsiya xizmati tomonidan jazo o'tashdan bo'yin tovlagan 8 nafar shaxslarning jazosi og'irroqiga almashtirilgan va ozodlikdan mahrum qilish joylariga qaytarilgan. Tuman sudi bilan hamkorlikda tuman hududida 3 marotaba sayyor sudlar o'tkazilgan. Mahkumlar tomonidan qayta jinoyatlar sodir etilishini oldini olish maqsadida kambag'allikni qisqartirish Parkent tumani bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda 4 marotaba mehnat yarmarkalari o'tkazildi. Shuningdek, insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanib, tuzalish bo'lib o'tgan 27 nafar mahkumlarga nisbatan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etish bo'yicha Parkent tumani jinoyat ishlari boshqarmasiga taqdimnomalar kiritildi. Jamoat tartibini saqlash yo'nalishi bo'yicha hammani xabari bor, Parkent tumani hududi, demak, turizm salohiyatiga ega bo'lgan tuman hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda tumanimiz hududida 2026-yil 3 oy mobaynida jami 140 ta ommaviy tadbirlar o'tkazildi. Siyosiy ijtimoiy tadbirlar, 2 ta madaniy tadbirlar, 1 ta sport tadbirlari va 6 ta boshqa tadbirlar 120 tani tashkil etadi. Ushbu tadbirlarda umumiy ishtirok etgan aholi soni 115.525.000 tani tashkil etadi. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan jami 3017 nafar xodimlar shu tadbirlar jarayonida xizmatga jalb etilgan. 2026 yil davomida demak, tuman hududida jamoat joyi sodir etiladigan huquqlar va noxushliklarni oldini olishga yo'l qo'yilmagan. Shu bilan birgalikda 71 holatda tadbir buyum olgan shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan MSDPning 85-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risida jarimalar qo'llanilgan. Yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limida 11 nafar xodimlar xizmat olib borayotgan bo'lib, joriy yilning 3 oy mobaynida yo'l harakat qoidalarini buzish bilan bog'liq bo'lgan jami 4956 ta ma'muriy huquqbuzarlik aniqlangan. Demak, tuman yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan yo'l harakat qoidabuzarliklarini aniqlash 2997 tadan 4956 ta yoki 1959 ga 65.5% ko'p aniqlangan. O'tgan yilga nisbatan. Yo'l transport hodisa olmosh bo'yicha mast holatdagi 23 ta haydovchi aniqlangan. Qoidabuzarlik turlari bo'yicha tahlil qilingan qo'pol qoidabuzarliklar 653 ta.
90.8%ga, qarama qarshilanish harakatlanish istagi yoki 100%ga, avtotransport vositasi hujjatsiz boshlanish 129%ga yoki 150.8%ga, majburiy texnik yo'ldan o'tkazilmagan qoidabuzarlikni aniqlash 96 yoki 130.5%ga, piyodalar qoidabuzarligini aniqlash 521 ga yoki 164.9%ga, svetoforga to'xtash chizig'ini bosib kirish qoidabuzarligini aniqlash 650 ga yoki 144.1%, transport vositasini boshqarish vaqtida uyali telefondan foydalanish qoidabuzarligini aniqlash 1 ga yoki 25%ga ko'p aniqlangan. Bu yerda aytib o'tilgan holatlarimiz, hurmatli deputatlar, o'sha namunasi bo'yicha tayyorlagandik. Tashkilot harakatiga butunlay ketyapti. Endi hozir reglamentga botmagan holda ruxsat bersanglar, asosiy masalalarni aytib o'tib ketdim. Mavzum tugadi. Hurmatli raislik bo'yicha savollar bo'lsa rahmat. Rahmat. Shu munosabat bildirish uchun so'z xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Sulton Azimjonga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Xalq deputatlari Toshkent tumani kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining majlisida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining Toshkent tumani 2026 yil davomida sodir etilgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklar to'g'risidagi hisobotlar tinglandi va atroflicha ko'rib chiqildi. Hisobotda 2026 yilning 1-choragiga yakuni bilan tumanda sodir etilgan jinoyatlar, huquqbuzarliklar va ularni oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Tinglangan hisobotdan kelib chiqib sohaga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bildirilgan fikr mulohaza va takliflarni inobatga olgan holda kengash qaror loyihasi ishlab chiqib kengash vakillariga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining 2025-28 yanvardagi 55 va 56 sonli qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqildi. Doimiy komissiya mazkur masalani dastlabki tarzda ko'rib chiqib, xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi kun tartibiga kiritishni maqsadga muvofiq deb hisobladi. Sizlardan shu qarorlar asosida berishingizni so'rayman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan muzokaraga o'tamiz. Marhamat, savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. O'zingiz tashkil. Yettinchi boshliq saylov okrugidan tuman kengashiga deputat Muhiddinov. Endi man Jamshidbek Komilchi hisobotini o'sha shu davrga kelgan hisobotni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Buni ham savol degan bo'ladi, taklif degan bo'ladi. Endi nima demoqchimanki, mikrofonga gapiring. Nima demoqchimanki, mana shu o'z mana hozir o'zida mavzuda aytib o'tdingiz, o'sha transportga oid narxlar 11% ko'paydi. Men endi aytganim, o'sha bizlarda o'sha 12 mahalla bor, yuqori qishloq zonasida o'sha Navro'z mahallasidan demak Samarobod mahallasini o'sha katta Zarkat yo'lida demak turizm yo'nalishi bo'yicha endi rivojlanish suratda asosan Toshkent tumanida mana bahor paytida shanba yakshanba juda transport ko'payib ketyapti. O'sha yerda chorraha bor, bu yoqda Zarkat, bu yoqda So'qoqqa, bu yoqda Parkentga, bu yoqda chorraha. Shu chorrahada bir holatlar bo'ldiki, bir 3 soat turdik, o'tib bo'lmaylar ekan. O'shanga o'sha bir naqa qo'yish kerakmi? Va svetofor. Nega deganda uni tartibga keltirmasa va holatlarda uni uddalab bo'ladi. Bu birinchisi. Buni joyga chiqib balkim o'sha dan xodimini rahbarlar va tegishli odamlarni chiqib ko'rishi. Shanba yakshanba chiqsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi, xuddi shunaqa holat bu bizlardan mandan juda katta iltimos qildi, boshqalar ham faol bo'lsa kerak. Mana bu
katta masjid deymiz. Katta masjidda atrofida ham chorraha bor. 4 ta o'sha chorrahadagi yo'l bir xil kuchga ega bo'lgan yo'l. O'sha yerda bir ikki marta avariya bo'ldi. Sababi o'tda ham yo'l belgilari yoki bir xil yo'lni yo'l tuziladi bir-biriga. Shu yerda juda katta bir chollar Nuronidan chiqqanda iltimos qilishdi. Shuni ham bir borib ko'rish kerak, o'sha darhol degan. Sababi yo boyagi svetfora qo'yish kerak yoki chorasini qilish kerak. Shunda maqsadga muvofiq bo'lardi, mana faylimiz shunday bor. Endi bitta narsani aytaman, haqiqatda mana sizning davringizda 4 ta ochiq edi, qizil mahalla, qizil hududli mahallalar hozir bittaga tushiribsiz. Bu bittani ham yo'q qilsa, xudo xolasa mana shu jinoyatsiz hudud tumanini tashkil qilsa bo'ladi. Siz boshchiligingizda sizga ishlaringiz beraman. Rahmat. Shundaki hozirgi e'tiroz to'g'ri, xabarlar bor, joylar yo'llar qo'yildi. Viloyat rahbariyatining qo'shma qaror qabul qilingan aynan Parkent tumanida jamoat tartibini saqlash xavfsizligi ta'minlash bo'yicha bu bo'yicha har shanba yakshanba kunlari o'rtacha 180 tadan 250 tagacha bo'lgan boshqa hududlardan chiqishlar xodimlari, jumladan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ham tumanimiz hududiga ish tashkil qilyapti. Hozirgi aytilgan choraha masalasi bo'yicha nazoratga olamiz. Endi bu yerga svetofor qo'yadigan bo'lsak, bu kunlar tirbandligida bu maqsadga muvofiq emas, samara bermaydi. Svetoforda tiqilib qoladi. Zakirdan keladigan aholimiz kamroq, lekin soqoldan keladigan yo'limiz aholi ko'proq bo'lyapti. Unda biz shunday tashkil qilganmizki, ma'lumot uchun pik deydi, ruschasiga aytgan, tig'iz vaqtda bo'ladigan bo'lsa, harakat yo'nalishi bir tomonlama qilib belgilangan. Bu yo'nalishda oxirgi haftalarda xabaringiz bo'lsa kerak, hamma ko'ryapti. Tirbandlik ancha pasaygan. Tirbandlik. Sababi bitta yo'nalishga olyapmiz. Soqoldan kelayotgan mashinalarimiz demak Krasnodar yo'nalishi chiqib ketyapti. Qolganlarni demak bunaqasi Juma bozori yo'li bilan chiqaryapmiz. 3-oqimni bu yoqqa yo'naltiramiz. Shuni hisoblaylik. Undan tashqari har bitta choraha, har bitta svetoforga qo'l bilan boshqarish tizimi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xodimlar svetoforga qaramaydi. Vaziyatlarga kelib chiqqan holda boshqarish tizimini joriy qilganmiz. Bu masala bo'yicha. Endi svetoforlarni ma'lum qo'yishimiz kerak deydi. Svetofor bo'yicha ham mutasaddilarni o'rganish qilib, taklifini sizlar o'zingizga kiritamiz. Bu yerda svetofor qo'yadigan tashkilotlar bilan bog'lanib, bu masalani hal qilamiz. Endi hozirgi aytilgan katta masjiddagi choraha haqiqatan ichki yo'l hisoblanadi. Ichki yo'lga biz yo'l belgilarini qo'yishimiz endi qanaqa maqsadga muvofiq bo'ladi, buni ham mutasaddilarni o'rgansak, bu yerda bitta yaxshi yechim bor. Hozir o'zi bu yechim bo'yicha ishlasak bo'ladi, qat'iy ishlaymiz. Yo'l harakat, yo'l boshqarmasining boshlig'idan bilganlar, bu yerda lejachi politsiyaga qo'yish bilan to'qnashuvni oldini olamiz. Oyna qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qavarib oynalar qo'yamiz. Shuni o'zi bilan, ya'ni lejachi politsiya bilan qavarib oyna qo'yish orqali to'rt tomondan kelayotgan haydovchi bir-birini kunduzi ham, kechasi ham oldindan xabardor bo'lib turadi. Qavarib oynalar orqali. Lejachi politsiya qo'yadigan bo'lsa, o'z-o'zidan sekinlab keladi. Shu bilan biz yo'l transport hodisalarini oldini olamiz. Bu yerga menimcha svetofor qo'yish maqsadga muvofiq emas. Teng ahamiyatli ichki yo'l o'rganish uchun. Assalomu alaykum. Men 18-bloq sayyor hududidan deputat Karimchik shtatdan kelishman. Mani hudutimda ikkita mahalla bo'lsa, 3 ta yo'q. 3 ta edi. Ikkitasi qo'shib ketdi. Ya'ni uloqlash bilan Samarobod, Bo'rsuq mahallasi hududi kengaygan. Nazorat endi o'z-o'zidan, nima deymiz, bizda ko'p qavatli imoratlar hali mavjud emas. Nazorat masalasi ancha og'ir bo'lib qoldi. Men taklifim bor edi. Hozir hammani digohga tushirgan bo'lish kerak bu narsa. Aynan Alisher Navoiy ko'chasi bu oldinda maqsad qo'yilgan edi. 24 soat xizmat ko'rsatadigan bir namunali ko'cha bo'ladi degan. Endi xuddi shunga ulanadigan Sharof Rashidov ko'chasi Perkirosga emas, shu so'qoq yo'nalishi bo'yicha ketilgan. Buydagi masala shuki, vaqtincha ishsizlarimiz, ichki mavsum ish bilan shug'ullanuvchilar shu yerda to'planib qolyapti-da, boyagi siz yuqorida rosa harakat bo'lyapti, ishingizni natijasidan biz xursandmiz-da. Lekin o'z o'rnida indamasdan
jinoyatchilik sodir bo'lib qolishi, mahallani saridan tuzilgan bo'lib ketib qolishi mumkin. Sizdan iltimos o'sha qanaqadir bir joyga o'ylab ko'rish kerak ekan. Men o'zim bir taklifim bor edi, maqsadni qo'yilsaydi. Buni soy bo'yida eski yo'q, mol bozor emas, bu bino bo'lib ketdi. Bu yuzini o'zida hammom bo'ladi. Hammom hozir o'rni tekis bo'lib turibdi. Vaqt ichi bo'lgan shu yerga ochishdanlikin degan taklifim bor. Agar o'zlar bo'lsa, nima qilishimiz lozim? Mana shu to'lab qolgan sizga bu aslida jinoyatchilik oldini olish bu narsaga endi u bo'yicha biz bugun Ko'chashdagi mahalla raisi opa bilan gaplashdik. Bugunga chaqirganmiz, hozirga qilishdan keyin aynan hududda migrantlarni joylashtirgan xonadon egalari bilan shularni tashkilotini chaqiramizda bugundan harakatni boshlaymiz. Siz aytgan tumanga o'tkazish masalasi bo'yicha tuman o'z hokimi bilan kelishib olganmiz. Buni tashkillashtirib oxiriga yetkazib beramiz. Jamshidga bitta taklif bor edi. Hozir axborotda Oqtepa mahallasi gapiryapti. Qizilto'yda men mahalla raisi sifatida ishtirok qilyapti. Endi deputatlar ham hammasidan xabari bor. Tashkilot rahbarlari ham bor. Muqobillashtirish bo'yicha mahallalar o'tgan. Shunda shu Oqtepa mahallasi bilan Navohir mahallasi birlashtirildi. Mana tuman mahallada 15 kilometr chetroqda. Undan keyin yo'nalishlarda darhol joylashganda men qaytib shunday yo'latdimki, ham mahalla raisi ham o'zi traktor inspektor yordam beradi. Darhol alohida inspektor yo mahalla kuchaytirgan rejim ishlaydigan rejim qilib bersangiz. Bu bo'yicha hozir qo'shimcha kuchlar ajratganmiz. Prokuror inspektor mahallasiga qarasa, undan tashqari ushbu aholi ma'lumotlar bo'lgan ish guruhimiz bor. Har kuni shu aynan balaxonalar bilan prokuror inspektor boshchiligida shug'ullanadi. Sizlarga taklif berdik. Sababi mana shu hududda 5 mingga yaqin bo'lgan balaxonalarimiz bor. Uni alohida prokuror inspektor lavozimini joriy qilmaydigan bo'lsak, bu yerda biz g'alabani nazorat qilamiz. Sababi balaxonalarni hamma qilamiz. Maqomi ham aniq bir maqomiga yetmagan emas. Sababi balaxonaga bergan oddiy inson o'sha qabul ishlagan tashkilotimiz yopilib ketgan, lekin uni balaxonasi tumanimiz hududida bugungi kunda faoliyat yuritadi. Huquqiy maqomi qanaqa boshqasi bo'yicha biz taklifini tayyorlaymiz. Uni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Ya'ni balaxonalarda huquqiy maqomni o'zgartirishimiz kerak. Yo mahallaga qo'shishimiz kerak. Yo boshqacha bir qanaqadir huquqiy maqom belgilab, yuridik yoki javobgarlik masalasini belgilashni maqsad qilmoqchi bo'ladi. U strukturasini o'zgartirmasdan turib, uni keldi-ketdi nazorat qilamiz. Sabablar orada bo'lsa ham, keldi-ketsa ham o'ziga xos ichki nizomga asoslangan holatda bo'ladi. Shunga bir takliflarni beramiz bo'yicha. Rahmat. Boshqa savollar bo'lmasa, rahmat. Rahmat. Kun tartibidagi masalalar qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 3-chi Sarkin tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risidagi masalani ko'rishga o'tamiz. Ushbu masala yuzasidan qaror loyihasi ushbu masala yuzasidan qaror loyihasi har deputatlar kengashi mahalliy byudjet kontrolini rivojlantirish iqtisodiy islohotlar masalalari doimiy komissiyaning 2026-yil 14-aprelda yig'ilishida Oliy Majlislar Kengashining 2026-yil 12-martdagi 325-sonli qarori talabnoma asosida atroflicha muhokama qildi, jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan. Qaror loyihasi 10 kunlik muddatda jamoatchilik muhokamasida turdi. Muhokama natijalariga ko'ra takliflar tushmagan hamda masala bugungi kun tartibiga kiritilgan. Masala yuzasidan so'z axborot berishga so'z tuman hokimlarining o'rinbosari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Abdug'aniyov Yoqubbek Husnuddinov vatan. Assalomu alaykum. Rais etuvchi Dilmurod O'to'g'ayevich, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Kengashimiz rais tomonidan ta'kidlab o'tilgandek, hozir qo'shimcha axborot berib o'taman. Jamoatchilik muhokamasi qo'yilgan doimiy komissiyada ham muhokama qilingan ushbu masalalar. To'xtatilgan bilan
shu mablag' talab etiladigan yo'nalishlarga to'xtalib o'tsam. Viloyat mahalliy byudjetidan olingan suv mablag'larini qaytarish xarajatlari uchun 500 million so'm. Endi ko'pchilikning xabari bor, o'tgan yil mahalliy byudjetda ya'ni mablag' yetishmovchiligi bo'lganligi uchun viloyat mahalliy byudjetidan suv mablag'lari olingan. Ularni bir qismini, ya'ni 500 million so'mni qaytarish xarajatlari. Keyingi xarajatimiz Prezidentimizning 173 sonli farmoyishining ijrosini ta'minlashda, ya'ni tuman bo'yicha birinchi, ya'ni 3ta o'rinni olgan mahallalarni 7 million rag'batlantirish xarajatlari uchun 109 million 100 ming so'm tashkil etadi. Bundan tashqari tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan avtotransport vositalarini ta'mirlash hamda yoqilg'i moylash materiallarini xarid qilish uchun 77 million so'm. Bundan tashqari parking tuman mahallalarga biriktirilgan favqulodda vaziyatlar vazirligi parking tuman bo'limi xodimlarini moddiy-texnik bazalarni ta'minlash, ya'ni kompyuter jamlanmasi va shkaflar sotib olish xarajatlari uchun 70 million so'm. Bundan tashqari ta'lim maktablarida tahsil olayotgan 1198 nafar 11-sinf o'quvchilar, ya'ni o'g'il bolalarni Chirchiq daryo o'quv maydonida bir kunlik o'quv mashg'ulotlarida qatnashish uchun avtobus xarajatlari uchun 45 million so'm. Bundan tashqari mahalla xodimlar kuni munosabati bilan mahalla raislarini rag'batlantirish xarajatlari uchun 10 million so'm. Bundan tashqari ya'ni Prezidentimizning 61 sonli 2025-yilgi 26-martdagi 61 sonli farmonlariga asosan Olmazor tajribasi asosida tumanda muhandislik laboratoriyasi tashkil etish va jihozlash xarajatlari uchun, ya'ni 52-maktab o'tgan yil ham shu kun tartibida bo'lgan edi, mablag' bo'lmaganligi qolib ketgan bu masala. Bundan tashqari ya'ni ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan yashil ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun Bodomtepa, Soy hamda Tolbuloq mahallalarida yashovchi nogironligi bo'lgan 3 ta oilani xonadonlarini ta'mirlash xarajatlari uchun, ya'ni ta'mirlash qurilish materiallarini xarid qilish xarajatlari uchun 186 million so'm. Bundan tashqari ijtimoiy reyestrda turuvchi himoya orderi olgan fuqarolarni uylarini tashrif tugmasi bilan ta'minlash, ya'ni tashrif tugmasi o'rnatish uchun o'sha bir oylik xarajatlar uchun 14 million 300 ming so'm mablag' ajratish masalalari, agar ruxsat bersanglar, bugungi kun tartibidagi aytib o'tilgan masalalarni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Munosabat bo'luvchi so'z xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi To'layev Eldorga. Xalq deputatlari tuman kengashi mahalliy byudjet, tadbirkorlik va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Toshkent tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari foydalanish to'g'risidagi masalalar to'g'risida ko'rib chiqildi. Komissiya tomonidan O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi, O'zbekiston Respublikasi 2024 dekabrdagi 111-sonli qonuni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Senati 2026-yil 12-martdagi 300-sonli qarorida belgilangan tartib va talablar asosida tahlil etildi. Ko'rib chiqish jarayonida Toshkent tumani mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari mablag'laridan samarali foydalanish moliyalashtirilgan tadbirlarning asoslanganligi va ijtimoiy iqtisodiy ahamiyati inobatga olindi. Komissiya kecha qaror loyihasi mahalliy byudjet mablag'larini manzilga yo'naltirish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, u amaldagi qonun hujjatlariga to'liq muvofiq hisoblanadi. Qaror loyihasi joriy yilning 2-aprel sanasidan 12 sanasiga qadar 10 kunlik muddatga jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Jamoatchilik muhokamasida qo'shimcha takliflar bildirildi. Shu munosabat bilan doimiy komissiya qaror loyihasini ma'qullash va investitsiyasini muhokamasiga kirish maqsadida muvofiq hisoblanadi. Qaror loyihasini tasdiqlash. Rahmat.
hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan savol-javoblar o'tamiz. Kimda savol bo'lsa marhamat. Bitta taklif bor. Mana buni yetmish bo'yicha xatlov qildik. Mahalladagi birinchi, ikkinchi, uchinchi o'ringa rag'batlantirish bo'yicha o'zimiz tashabbus qilganmiz. Shu jumladan oliy safar hokimiga qo'yganlar aytildi. Shu mahallalarda birinchi soat qaror ijrosi ham ancha oldinda ilg'or ketyapti. Yaxshi rag'batlantirishga shu jumlasida birinchi soatli qarorga qo'shish. O'sha ikkalovini qo'shib olish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'nta xodimga kompyuter jamlanmasi olib berish favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ularni xatiga asosan uni o'zimiz olib beraylik, mahallani balansiga. Favqulodda vaziyatlar balansiga bermaydi. Mahalla balansiga. Shu ikkita taklif bilan qo'shib bersak yaxshi. Boshqa savollar taklif bo'lmasa, qaror loyihasiga tarqatilgan. Qaror loyihasiga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 4-chi Sharqiy tuman adliya bo'limi tomonidan 2026 yilning 1-choraги davomida qonun ijodkorligi va huquqni qo'llash jarayonida mavjud qonunbuzarliklar yuzasidan axborot to'g'risidagi masalani ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi TF 54-15 sonli farmonining 6-bandida tuman shahar adliya bo'limlari boshliqlari tuman darajasidagi davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyati va huquqni qo'llash amaliyoti, shuningdek huquq targ'ibot va ma'rifatning holat to'g'risida tegishlicha xalq deputatlari tuman kengashlariga axborot taqdim etishi belgilangan. Ushbu qaror hamda xalq deputatlari Parkent tuman kengashining 2026 yilga mo'ljallangan ish rejasining 14-bandi ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan masalada tuman adliya bo'limi boshlig'ining axboroti eshitiladi. Ushbu masala xalq deputatlari Parkent tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yil 16 apreldagi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Masala yuzasidan axborot berish uchun so'z tuman adliya bo'limi boshlig'i Azizov Umid Maqsudovga beriladi. Marhamat.
ijrochilar xatning aholi qatlamiga tushuntirish borasida belgilangan vazifalarni ijro bo'z platformasi orqali nazorat qilinmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24 maydagi ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi 80 sonli farmonni kelib chiqib, bir qancha ishlarni boshladi. Bu aholining kundalik hayotida uchraydigan huquqiy muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va bartaraf etish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmoqda. Fuqarolarga birlamchi yuridik yordam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilib, hozirda muvofiqlashtirib borilmoqda. Davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida yagona huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirishda ularga metodik yordam ko'rsatilmoqda. Joylarda aholi tomonidan ko'tarilayotgan dolzarb muammolarni ko'rib chiqish va hal etish uchun har oyda mahallada adliya tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Olish punktlarida bu 2 martalar amalga oshirilmoqda. Mahalliy erkinligi, qonunchilik hujjatlarining mohiyati va ahamiyatini oddiy va xalqchil tilda yetkazish, shuningdek ular tomonidan onlayn mahalla platformasiga kiritilgan aholining kundalik hayotida huquqiy masalalarga oid 350 tadan ortiq muammolar hal etildi. Aholiga avvalambor temir daftari, ayollar daftari, yoshlar daftari hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolarga bepul birlamchi yordamni ko'rsatib berilmoqda. Yoshlar, xotin-qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, shuningdek tadbirkorlik subyektlari, qonunchilik hujjatlarida belgilangan imtiyoz, preferensiya, subsidiyalar, grantlar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishining boshqa turdagi hamda ulardan foydalanish tartibi haqida xabardor qilinmoqda. Ta'lim muassasalarida bilim oyligi o'tkazilib kelinmoqda. Bunda yoshlarning huquqiy bilimini olishlarini rag'batlantirishga qaratilgan turli seminar, mashg'ulotlar, treninglar va tanlovlar tashkil etib kelinmoqda. Yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, ularda qonunlarga hurmat, mamlakat taqdiriga daxldorlik hamda vatanparvarlik hissini kuchaytirishga qaratilgan kompleks huquqiy targ'ibotlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, hozirgi paytda eng dolzarb bo'lganimiz 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 39-sonli qaror ayrim tashkilotlar rahbarlariga, ayrim strukturalariga ahamiyatsizlikka olib kelinmoqda. Buning natijasida fuqarolarimiz o'zini huquqlarini Prezidentimiz tomonidan yaratilib berilgan hozirgi imtiyozdan o'z o'rnida foydalanmaslik olib keladi. Bu degani, bizning tumanimizdagi hozirda mana tahlillarga qaraydigan bo'lsak, Parkent tumanining 53 ta mahallasida xatlov o'tkazilgan. Shundan 18 tasini xatlovi 3100 ta fuqaro kiritilgan tizimga. Juda ikkinchi yil ketadi bu narsa. E'tirof etilgan 179 ta. Hozirgi paytda mana shu hurmatli deputatlar, mana shu sizlar ham bir yordam berib, kengash qaroriga tashkilotlarni mas'uliyatini oshiradigan normani tutib, har sessiyani tashkil qilingan ishlar bo'yicha har bir tashkilot hisobotini oladigan bo'lsak, bu norma tez orada yaxshi natijasini ko'rsatib, fuqarolarimiz o'z huquqlarini mana shu e'tirofdan belgilangan tartibda olinadi. Amalga yer bilan bo'lgan o'sha e'tirof etilishi lozim bo'lgan kunlariga qonun hujjatlari belgilangan o'sha kadastr raqamlari hujjatini olishda ancha ko'makdosh bo'lishimiz kerak. O'tan byurokratlarni yo'qotib, saniki qo'shnimsan yo bo'lmasam anaqa degan narsani yerga tushirib qo'yib, eng ko'plar hammaga o'sha belgilangan tartibda bosib berishimiz shart. Bu yerda bir-birini hozir samolyotlar
sanda bor ekan, sanda yo'q ekan, saniki unaqa kilometr chiqib ketgan, yo bo'lmasam kilometring to'g'ri kelmaydigan deb aytadigan bo'lsak, bu norma qonunda umuman keragi bo'lmay qolgan bo'ladi. O'shaning uchun mana avtoyo'ldan keyin kadastr palatasi va agentligini xodimlari, keyin arxitektura, o'shalardan iltimos qilamiz, o'z vaqtida bosib berishini, bu byurokratiyaga yo'l qo'ymasdan, boshqa maqsadlarni o'ylamasdan tez bosib berishini so'ramiz. Shunga tezroq o'tib, ancha boshqa tumanlarga qaraganda oldinga chiqadigan bo'ladi. Rahmat. Hurmatli raislik etuvchi aziz deputatlar, Parkent tuman adliya bo'limining birinchi choraklik davomida amalga oshirilishga to'xtaladigan bo'lsa, qisqacha aytaman. Norma ijodkorlik bo'yicha huquqiy ekspertizdan o'tkazilgan loyihalar o'tgan davrning shu davrga nisbatan 5% ga ko'paydi. Huquqiy axborotni yetkazish, huquqiy targ'ibot hamda manfaatning holati o'tgan davrning va davrga nisbatan shu davrga nisbatan 7% ga ko'paydi. Huquqiy targ'ibot kuni loyihasida 17 mahallalarda o'tkazilgan bo'lib, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlikka qarshi 8 ta tadbir o'tkazildi. Internet resurslari orqali 570 ga huquqiy ma'lumotlar yetkazildi. Davlat idoralari va tashkilotlar muassasalari 7 ta tadbir o'tkazildi. Aholining huquqiy muammolarini o'rganish o'tgan davrning shu davrga nisbatan 5% ga ko'paygani va bu barcha mahallalarning qabul qilinib 550 ta xonadon o'rganildi. 250 ta muammo aniqlandi. Bundan 200 ta muammo yuridik xizmat ko'rsatish huquqiy vositalar soni o'tgan davrning shu davrga nisbatan 58% ga kamaygani, bu ijobiy natija. Chunki o'tgan yilga nisbatan birinchi chorakda 14.374 ta bo'lgan bo'lsa, hozirgi chorakda 5.929 ta ko'tarildi. Berilgan ijobiy xulosalarning soni 4.139 tani, salbiy berilgan xulosalarning soni 105 tani, rad etilgan xulosa soni 1.685 tani tashkil etadi. Bu degani biza kamaytirganimiz hozirgi paytda o'sha biza xizmat ko'rsatayotgan davlat tashkilotlarining xodimlariga berilgan o'zimizni huquqiy targ'ibot orqasidan berilgan tavsiyalarimiz asosida kamaytirdik. Hozir tushunishlar boshqalari buyruqlar chiqarilisida boshqa narsalarni yaxshi shartnomalarni rasmiylashtirilishida. Tuman adliya tomonidan hisobot davrida o'tkazilgan o'rganish va monitoring natijasida aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf etish yuzasidan 35 ta taxminnoma, 15 ta ogohnoma, shuningdek 5 ta ma'muriy javobgarlikka tortish haqida taklif kiritilgan. Sudlarga 4,5 milliardga yaqin da'vo summalari kiritildi. Natijada 3 nafar shaxsning intizomiy va 5 nafar shaxsning ma'muriy javobgarlikka tortilishi, 12 ta noqonuniy hujjatlar bekor qilindi hamda ijrosi to'xtatildi. E-qaror elektron tizimi 2026 yilning birinchi chorak davomida 173 ta hujjat qabul qilingan bo'lib, undan 79 tasi hokim qarorlari, 74 tasi hokim farmoyishi va 20 tasi kengash qarorlari tashkil etildi. Bular barchasi tizim orqali mahalliy davlat hokimiyati organlarining 170 ta qarorlar huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari boshqa idoralarning norma ijodkorligi faoliyati yuzasidan o'rganish va monitoring o'tkazilib, natijasi bo'yicha ikkita taxminnoma kiritilib, bitta ogohnoma kiritildi. E-huquqshunos elektron tizim bo'yicha o'tgan davr mobaynida yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan tumandagi 12 ta sohada 96 jumladan 58 ta umumiy o'rta ta'lim, 26 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 2 ta ko'p tarmoqli markaziy oila punktlari va boshqa 12 ta davlat tashkilotlari yuridik xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yuridik xizmat ko'rsatayotgan tashkilotlar manfaatini ko'zlab qarzdor tashkilotlarga jami 4 ta talabnoma chiqarildi. Talabnoma muddatining ortida ta'minlangan tashkilotlarga nisbatan 2 ta da'vo arizasi kiritilib, ijrosi ta'minlandi. Davlat xizmatlari markazlari tomonidan 2026 yil birinchi chorakida 10.285 ta xizmat ko'rsatilgan bo'lib, shundan 8.685 tasi jismoniy shaxslarga, 1.600 tasi yuridik shaxslarga davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bugungi kunda davlat xizmatlari markazida ko'rsatilgan davlat xizmatlari turlari soni 550 taga yetkazildi. Mazkur sohada so'nggi yangiliklardan davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha masalalarda mutaxassislar o'rnatildi.
qilingan fuqarolar holati 2026 yilda 1300 tani, shundan tug'ilish 846 tani, o'lim holati 196 ta, nikoh 220 ta, nikohdan ajrashish 40 tani tashkil etadi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish vaqtida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 215 moddasi talablari asosida qonunchilikni buzgan 5 nafar mansabdor shaxs javobgarlikka tortildi. Shu jumladan idoralar kesimida kommunal, idoralar, ijtimoiy soha va boshqa 5 tashkilotni 5 ta mansabdor shaxslarga ma'muriy javobgarliklarga tortildi. Sohada korrupsion holatlarni oldini olish va unga qarshi kurashish yuzasidan huquqiy targ'ibot, seminarlar, davra suhbatlari, ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar hamda so'rovnomalar o'tkazilib kelinmoqda. Qisqacha ahvolatim shundan iborat. Katta rahmat. Munosabat bildiruvchi so'z xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Mannonov Abduzarifov. Xalq deputatlari Parkent tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining majlisida Parkent tumani adliya bo'limi boshlig'ining Parkent tumani adliya bo'limi tomonidan 2026 yilning 1-oyligi davomida qonun ijodkorligi va huquqni qo'llash jarayonida mavjud qonunbuzarliklar to'g'risida axborotni daxlatlar va atroflicha ko'rib chiqildi. Tinglangan axborotdan kelib chiqish sohaga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bildirilgan fikr mulohaza va takliflarni inobatga olingan holda kengash qarori loyihasi ishlab chiqilib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Sizlardan ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan muzokaraga o'tamiz. Marhamat, kimda qanday savol taklif bo'lsa, marhamat, bildirsin. Bitta masala bor. Mana hozir ma'ruzaning boshida 937 sonli qonun bo'yicha mana fuqarolarning uy joylarini mulkiy egaligini belgilash masalasi ko'tarildi. Hozir pulini to'lamasdan turgan hamma komissiyadan o'tib turib, hali pulini to'lamagan nechta holat bor tumanda? Bizga ma'lum nechta holat to'lanmay turgan? Hozirda 13 ta bor bunda. Hozir ijrosi hammalarining arafasida e'londan chiqqanlari 75 ta. Hozir shuni turimiz chiqarishi bilan sirasiz ijrosini ta'minlaymiz. Chunki buni kam chiqayotgani sababi mana shu yuqorida aytgan tashkilotlar, masalan, soliq organlarida soliq qarzdorlik so'raydi, yer solig'i, mulk solig'i. Ko'p fuqarolar o'shani tushunmagan holda to'lanyapti. Nimaga bu e'tirofda hozirgi paytda mana bu yilning ham qo'shilgan hisobda ancha miqdor ko'payib ketadi. O'shanda qilishimiz kerak, qanaqa soliqlar masalan imtiyozlarni to'lash. Bor ekan. Kamayib tursak, soliq avtomatik kamayadi. Shuni fuqaroga tushuntirishimiz juda muhim bo'lganligini, har bir fuqaro bilan chaqirganimizda, o'zimiz gaplashganimizda o'shani tushuntiramiz. Tushuntirish bergan holimizda hozir uchta fuqaroning manfaati yo'lida nafasi ta'minlanadi. Men nima uchun savol berdim? Hurmatli deputatlarimiz tumanni mahallalarida vakili
oldin qurilish bo'lgan. Lekin bu demak xalq qo'yadi. Bundan tashqari turmushga olgan bola boshqa qishloqlarda shahar masalalari 90% bor, 99%. Lekin qishloqlarda 80% bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. 70-80% chiqadi. Shuning uchun man deputatlardan o'tib o'tgan mutasaddi xodimlar mahallalarda fuqarolar 900 o'sha komissiyaga izlanish egalik olish uchun chiqadigan soliq to'lovini 5 yilga so'raveradi. Shuni to'lamasa u egalik olmaydi. Shuni tushunish kerak. Shuni yetishimiz kerak. Ular bo'yicha sonni ma'lum qiladi. Ular komissiyadan hamma o'tgan qonun 5 yilga to'lagan ciddi meseleleri aytmasak bo'lmaydi. O'sha prezidentimizni qarorlari bor. 2028-yilgacha o'z kuchida o'z boshimchalik bilan egallab olingan qo'ymalar yerlar bo'yicha grafiga vazirlar mahkamasi tasdiqladi. Endi ularga 62 ta mahalla bo'lardi. 61 oy ketib o'tdi mahalla. Hozir 53 ta mahalla bo'ldi. 53 ta mahallani bir oydan kelsa 53 oy keladi. To'g'ri? Hozir mana ko'rdik. 53 oy degani bu 12 oydan hisoblasak 4 yil yana 5 oy qo'shiladi. Qaror 28-yil var. Buni bizlar o'sha sizga oldindan aytgandim. O'sha bu soha jiddiy masala, o'sha ijtimoiy haligi yagona darsligimiz davlat xizmatlariga murojaat qilayotgan aholimizni eng ko'p murojaati mana shu masalada murojaat. Eng ko'p man so'radim. Bu bo'yicha komissiya ishlash kerak, sizlar bizlar birgalikda kadastrma ishlashimiz kerak. Bu degan so'z 2 yil bizlarga bermaydi qo'shimcha. Buni demak vaqtida bajarmasak ertaga yetgan yarim aholimiz qolib ketadi, yarim o'sha eski hammom eski toz yana janjal bo'ladi. Yo'latormaydi. Bu munosabatingizni bildiring boshini
mahallalardan seçildi. Kun tartibidagi masala yuzasidan kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi tarqatilgan. Hozir ta'kidlash qilib, agar ma'qul bo'lsa tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 5-chi Parkent tumanida 2026-yil vegetatsiya davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini tasdiqlash hamda suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktorining suv xo'jaligida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risidagi maslahatni olishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi quyi o'g'ilda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish choralari to'g'risidagi faqat 5-son qarori 7-bandida 1-aprelga qadar vegetatsiya davri uchun va 1-oktyabrga qadar suv tutish davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini hududlar bo'yicha tasdiqlangan limit doirasida ishlab chiqarilishi va tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman kengashlariga kiritilishi belgilab qo'yilgan. Shu munosabat bilan bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan masalada Parkent tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktorining hisobotida ishladi. Ushbu masala xalq deputatlari Parkent tuman kengashining agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalar bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 16-aprelda yig'ilishida ko'rib chiqildi. Masala yuzasidan axborot berish uchun so'z tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktori Salim Xoljon So'xorovga beriladi. Marhamat. Munosabat bildirishni so'z xalq deputatlari tuman kengashining agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Muhriddinov so'zladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 5-sonli qaror 7-bandiga muvofiq tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi boshlig'i Salimning suv xo'jaligida amalga oshirilgan
asosiy hisobotda hamda Toshkent tumanida 2026 yil delegatsiya davlat uchun yakuniy iste'molchilar kesimida vakillarni sog'liq uchun suv olish limitlari bo'yicha takliflari 2026 yil 18 mart kuni agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning yig'ilishida dastlabki tarzda muhokama qilindi. Tuman suv yetkazib berish xizmat davlat muassasasi boshlig'i T. Salimov hisobotda batafsil muhokama qilinib, kengash qarori loyihasi ishlab chiqildi va kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Mazkur qaror loyihasi normativ kuchga ega bo'lganligi sababli joriy yil 31 mart sanasida 15 aprel sanasiga qadar 15 kunlik muddatda jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Hamda jamoatchilik muhokamasida ushbu qaror loyihasi yuzasidan takliflar bildirilmadi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2028 yanvardagi iqtisodiy hamda 55 sonli qarorlari va qonunchilik texnikasi qarorlari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya mazkur masalalarni dastlabki tarzda ko'rib chiqib, hal yurtlar tuman kengashining sessiyasining tartibiga kiritishni maqsadda muvofiq deb hisoblaydi. Sizlardan ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Boshqa takliflar savollar bo'lsa ma'lumot deputatlarga ko'ra hamma deputat yerlar kesimida oy ishlashtirgan muddat ko'rishdik. Agar savollar bo'lsa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlab bo'yicha ovoz berishlarini so'rayman. Yozlar. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi. Bugungi sessiya kotibi tomonidan sessiya yakunlari yuzasidan axborot beriladi. Axborot bilan tanishish uchun so'z Mahmud Zuhriddinova ma'lumot. Javoblar